Sparshning generatorlarimiz originali Takaro firma 250 amperlik 2,5 5 elektrotgacha yoqadi. Dizel ishlaydi. 180 amperlik 2,5 to'la elektrotgacha yoqadi. Benzinli 160 amperlik 2,5 to'ligacha yoqadi. Benzinli. Haqiqatan ham ishlatib ko'rdinglar. 3 to'la yoqar ekanmi? Dada aka to'rli 5 litre bemalol ishlatdik. Qanaqa ishlatganimizni video davomida ularamiz. Keyin bularning komplektida o'zini mana bunaqa zavodskiy narsalar chiqadi. Forstili, derjak, massa, kabeli, qalin kragisi chiqadi. Keyin narxini so'rashingiz mumkin, narxini ham aytamiz. 160 amperligini 5 million qilib beramiz. 180 amperligini 7 million 900 qilib beramiz. 250 amperlik dizel ishlaydiganini 4 million qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan tayyor bo'ldi. Sizlarni do'konga qolamiz. E'tibor berib rahmat.